Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qo'shimcha Afrosiyob qatnovi yo'lga qo'yiladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. 9-may Xotira va qadrlash kuni munosabati bilan qo'shimcha Afrosiyob qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Transport vazirligi xabar berdi. Qatnovlar 8, 9, 10 hamda 11-may kunlari amalga oshiriladi. Bunda 775-776 sonli Samarqand-Toshkent yo'nalishida qo'shimcha qatnovlar tashkil etiladi. Harakat jadvali quyidagicha: Samarqand-Toshkent soat 10:55 da, 13:15 da, Toshkent-Samarqand soat 13:56, 16:14, 15-iyundan boshlab Afrosiyob tezyurar poyezdlari harakati jadvali o'zgartirishlar kiritiladi. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlarining VIP biznes toifadagi chipta narxlari 2025-yilning 1-fevralidan 25% ga, ekonom toifadagi chipta narxlari 20% ga hamda tezyurar yo'lovchi poyezdlar, Sharq nafas va O'zbekiston poyezdlarining chipta narxlari 30% ga oshirilgandi. Mahalliy yo'nalishdagi yotoqli yo'lovchilar poyezdlar chipta narxlari tarif qismi esa 10,5% ga oshirilgandi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.